Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. O'zbekistonda ishlovchi pensionerlar pensiyasi avgust oyidan qanday indeksatsiya qilinadi? Kimning pensiyasi oshadi? Kimniki oshmasligi mumkin? Qaysi holatlarda odamlar o'z haqini yo'qotib qo'yadi va nima qilish kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, ish beruvchilarga, buxgalterlarga va yaqinlari pensiya olayotgan har bir oilaga tegishli. Agar siz yoki ota-onangiz pensiyada bo'la turib ishlayotgan bo'lsangiz yoki yaqinda pensiyaga chiqib ishni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sababli odam oyiga 100 minglab so'm, yiliga esa millionlab so'm mablag'dan bexabar qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday murakkab masalalarni oddiy tilda, amaliy misollar bilan tushuntirib boraman. Avvalo ishlovchi pensioner deganda kimni tushunamiz? Bu pensiya yoshiga yetgan, pensiya tayinlangan. Lekin shu bilan birga mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritayotgan, fuqarolik huquqiy shartnoma bo'yicha daromad olayotgan yoki boshqa qonuniy mehnat faoliyatini davom ettirayotgan shaxsdir. Ko'pchilikda bir savol bor. Agar pensioner ishlasa, uning pensiyasi kamayadimi yoki indeksatsiya qilinmaydimi? Mana shu savol eng ko'p uchraydi. Sababi ilgari odamlar orasida ishlasang pensiyang to'liq berilmaydi. Ishlovchi pensionerga oshirilgan pensiya tegmaydi. Avgustdagi oshirish faqat ishlamaydiganlarga degan gaplar ko'p tarqalgan. Bu gaplarning bir qismi tarixan eski tartiblardan qolgan, bir qismi esa noto'g'ri talqin. Hozirgi asosiy yondashuv shundan iboratki, pensiyalar miqdori davlat tomonidan oshirilganda, ya'ni indeksatsiya qilinganda, bu oshirish odatda pensiya oluvchilarning umumiy toifalariga taalluqli bo'ladi. Ya'ni pensionerning ishlayotgani o'z-o'zidan uning indeksatsiyadan chetda qolishini anglatmaydi. Agar davlat hujjatida pensiyalar, nafaqalar, ayrim kompensatsiyalar yoki bazaviy miqdorlar ma'lum foizga oshirilishi belgilansa, pensiya jamg'armasi tizimi pensiya ishlaridagi ma'lumotlarga asosan qayta hisob-kitob qiladi. Bu yerda ikkita tushunchani aniq ajratib olish kerak. Birinchisi indeksatsiya. Bu davlat tomonidan pensiyalarni umumiy oshirish. Masalan, narxlar o'sishi, yashash xarajatlari, ish haqi va ijtimoiy to'lovlar dinamikasini hisobga olib amalga oshiriladi. Ikkinchisi qayta hisoblash. Bu pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lsa, uning qo'shimcha ish staji, ayrim hollarda qo'shimcha badallar yoki ish haqi ma'lumotlari asosida pensiya miqdorini qayta ko'rib chiqish masalasi. Oddiy qilib aytsam, avgustdagi indeksatsiya bu hamma uchun umumiy oshirish bo'lishi mumkin. Ishlagan yillaringiz uchun pensiyani ko'paytirish esa alohida masala. Ko'pchilik aynan shu ikki narsani aralashtirib yuboradi. Natijada kimdir avgustda pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Aslida uning pensiyasi oshgan, lekin qarzdorlik, ushlab qolish yoki bankdagi kechikish sababli qo'lga tekkan summa boshqacha bo'lgan. Yana kimdir men ishladim, demak pensiyam avtomatik katta bo'lishi kerak dedi. Lekin qo'shimcha staj bo'yicha qayta hisoblash uchun tegishli ma'lumotlar tizimga tushmagan bo'lishi mumkin. Endi eng muhim savolga o'tamiz. Avgust oyidagi indeksatsiya ishlovchi pensionerga qanday ta'sir qiladi? Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olsangiz va shu bilan birga maktabda qorovul, bog'chada tarbiyachi yordamchisi, poliklinikada hamshira, korxonada muhandis, do'konda sotuvchi yoki xususiy tashkilotda buxgalter bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, pensiya oshirilishi sizga ham tatbiq etilishi kerak bo'lgan holatlar mavjud. Chunki siz pensiya oluvchi shaxssiz. Ishlayotganingiz indeksatsiya jarayonining o'zini bekor qilmaydi. Masalan, birinchi misol. Toshkent viloyatida yashaydigan 63 yoshli Akmal aka yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi indeksatsiyadan oldin 220 so'm bo'lgan. U mahalliy korxonada qo'riqchi bo'lib ishlaydi va oylik maosh oladi. Davlat tomonidan pensiyalar ma'lum foizga oshirilsa, Akmal akaning pensiya miqdori ham shu tartib bo'yicha qayta ko'riladi. Agar shartli ravishda oshirish 10% bo'lsa, uning pensiyasi 1.220.000 so'mdan 2.035.000 so'mga chiqishi mumkin. Bu yerda men raqamni tushunish oson bo'lishi uchun shartli keltiryapman. Amalda aniq foiz va aniq miqdor prezident farmoni yoki hukumat qarorida ko'rsatilgan bo'ladi. Ikkinchi misol. Nargiza opa 28 yoshda pensiyaga chiqqan, lekin maktabda o'qituvchi sifatida ishlashni davom ettiryapti. Uning pensiyasi 2.300.000 so'm. U men davlat tashkilotida ishlayman, pensiyam oshmaydi deb xavotir oladi.
Aslida pensiyaning indeksatsiyasi ish joyining davlat yoki xususiy ekaniga qarab emas, pensiya huquqi va pensiya tayinlangan miqdoriga qarab amalga oshiriladi. Agar umumiy oshirish bo'lsa, u ham o'z pensiya miqdorida o'zgarishni ko'rish kerak. 3-misol. Karim aka pensiyada, lekin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida kichik ustaxona yuritadi. U har oy daromad qiladi. Shu daromad borligi uchun pensiyani to'xtatishadimi deb o'ylaydi. Umumiy qoida shuki, pensiya tayinlangan bo'lsa, tadbirkorlik faoliyatining o'zi pensiyani avtomatik bekor qilmaydi. Lekin u o'z faoliyatini qonuniy yuritishi, soliqlar va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha majburiyatlarini to'g'ri bajarayotgan bo'lishi kerak. Indeksatsiya bo'lganda pensiya miqdori ham umumiy tartibda qayta hisoblanadi. 4-misol. Dilbar opa pensiyaga chiqqandan keyin 3 yil ishladi. U har yili endi stajim qo'shildi, pensiyam ko'payishi kerak deb kutadi. Bu yerda indeksatsiya bilan qo'shimcha stajni aralashtirmaslik kerak. Avgust oyidagi oshirish umumiy pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Lekin pensiyaga chiqqandan keyingi ish faoliyati uchun qayta hisoblash masalasi alohida tartib, alohida hujjat va alohida murojaatni talab qilishi mumkin. Agar uning ish beruvchisi ma'lumotlarni elektron tizimga to'g'ri kiritmagan bo'lsa yoki mehnat daftarchasida bo'shliq bo'lsa, pensiya miqdori kutilgandek oshmasligi mumkin. 5-misol. Bir pensionerning pensiyasi 1000 so'm, boshqa pensionerninki 30 000 so'm. Agar oshirish foizda bo'lsa, ikkalasining qo'shimcha puli bir xil bo'lmaydi. 10% shartli oshirishda 1 200 000 so'm pensiya 120 000 so'mga, 30 000 so'm pensiya esa 30 000 so'mga oshadi. Shu sababli odamlar qo'shnimga ko'proq qo'shilibdi, menga kamroq deb xafa bo'ladi. Bu har doim ham xato degani emas. Har bir pensiyaning boshlang'ich bazasi, staji, ish haqi, imtiyozlari, ustamalari boshqacha bo'ladi. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchi navbatda pensiya oladi. Lekin ish joyi rasmiylashtirilmaganlar. Agar siz pensiyada bo'la turib norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bu nafaqat mehnat huquqlaringizga, balki kelajakda qo'shimcha stajni tasdiqlash masalasiga ham zarar yetkazadi. Bugun naqd pul berishyapti, yaxshi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin ertaga men yana 5 yil ishlaganman, pensiyamni qayta hisoblang desangiz, hujjat bo'lmasa, buni isbotlash qiyin bo'ladi. Ikkinchi xavotir guruhi. Pensiya tayinlangandan keyin boshqa viloyatga ko'chganlar. Ro'yxatga olish joyi o'zgarganlar. Bank kartasi yoki pochta orqali olish tartibini almashtirganlar. Ba'zida pensiya oshgan bo'ladi, lekin to'lov manzili bank rekviziti yoki shaxsiy ma'lumotdagi xatolik sabab to'lov kechikadi. Shuning uchun oshmadi deyishdan oldin pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki rasmiy elektron xizmatlardan aniq ma'lumot olish kerak. 3-xavotir guruhi pensiyasidan aliment, kredit, ijro hujjati, ortiqcha to'langan summani qaytarish yoki boshqa ushlab qolishlar mavjud bo'lgan pensionerlar. Masalan, sizning pensiyangiz indeksatsiyadan keyin 200 million so'mga oshdi. Lekin oldindan belgilangan ushlab qolish ham bor. Natijada kartaga tushgan summa siz kutganchalik sezilmasligi mumkin. Bunday vaziyatda odam pensiyam oshmadi deb o'ylaydi, lekin hisob varaqda yalpi pensiya oshgan. Faqat ushlab qolishdan keyingi netto summa o'zgacha ko'rinadi. Kimlar kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar siz pensiyani doimiy olib turgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, ish joyingiz rasmiy bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash joyingiz va pasport ma'lumotlaringiz tizimda to'g'ri bo'lsa, indeksatsiya ko'pincha avtomatik amalga oshiriladi. Sizdan har safar alohida ariza talab qilinmasligi mumkin. Lekin men baribir tekshirishni tavsiya qilaman, chunki amaliyotda texnik xatolar, eski ma'lumotlar, noto'g'ri kiritilgan staj, familiya o'zgarishi, pasport almashgani haqida ma'lumot yangilanmagani kabi holatlar uchrab turadi. Birinchi nozik jihat, indeksatsiya sanasi bilan pul tushadigan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, hujjatda pensiyalar 1 avgustdan oshiriladi deb yozilgan bo'lsa, bu degani hamma pensioner 1 avgust kuni ertalab oshgan pensiyani kartasida ko'radi degani emas. To'lov grafiki bor. Kimdir oyning boshida, kimdir o'rtasida, kimdir pochta orqali belgilangan kunda oladi. Ba'zida qayta hisob-kitob tizimda amalga oshiriladi va farq keyingi to'lov bilan birga beriladi. Shuning uchun to'lov kuningizga e'tibor bering. Ikkinchi nozik shart. Pensiya miqdori oshgani bilan qo'lga tegadigan pulni boshqa omillar kamaytirishi mumkin. Masalan, bank kartangizda kredit bo'yicha avtomatik yechim bor, ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bor yoki oldin ortiqcha to'lov bo'lgan. Pensioner davlat oshirdi, lekin pul kam tushdi deydi.
Bu holatda muammo indeksatsiyada emas, balki ushlab qolishda bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda pensiya jamg'armasidan pensiya hisob-kitobi bo'yicha ma'lumotnoma, bankdan esa karta operatsiyalari bo'yicha ko'chirma olish kerak. Uchinchi nozik jihat: minimal pensiya ustamalar va qo'shimcha to'lovlar. Ayrim pensionerlarning pensiyasi aniq o'zining ish staji va ish haqi asosida hisoblangan bo'ladi. Ayrimlarda esa minimal miqdorlar kam ta'minlanganlikka oid qo'shimchalar, nogironlik, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan toifalar, boquvchisini yo'qotganlik, parvarish bilan bog'liq to'lovlar kabi elementlar bo'lishi mumkin. Indeksatsiya bularning hammasiga bir xil ta'sir qilmasligi ehtimoli bor. Chunki har bir to'lov turi alohida huquqiy asosga ega. Shuning uchun mening pensiyam 10% o'sishi kerak edi, lekin 2% ga o'xshaydi degan holatda tarkibiy qismlarni ko'rish kerak. 4-nozik jihat: rasmiy ishlash va norasmiy ishlash farqi. Agar pensioner rasmiy ishlasa, uning ish haqi, staji, soliq va ijtimoiy to'lovlari elektron tizimlarda aks etadi. Bu kelajakdagi qayta hisoblashda juda muhim. Norasmiy ishlasa, pensiyani indeksatsiya qilish baribir umumiy pensiya oluvchi sifatida bo'lishi mumkin. Lekin qo'shimcha stajni isbotlashda muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun pensionerlar ko'pincha menga shartnoma kerak emas, pensiyam bor deb xato qiladi. Aslida shartnoma sizning himoyangiz. 5-nozik jihat: pensiyaga chiqqandan keyingi ish staji avtomatik qo'shiladimi? Har doim ham odam kutgandek avtomatik emas. Elektron mehnat daftarchasi, soliq organlari ma'lumotlari, ish beruvchi hisobotlari, pensiya jamg'armasi bazasi o'zaro bog'liq bo'lsa ham, eski davrlar, qog'oz hujjatlar, tugatilgan korxonalar, orqadagi ma'lumotlar sababli bo'shliqlar paydo bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin yana bir necha yil ishlagan bo'lsangiz, hammasi o'zi bo'ladi deb kutib o'tirmang. O'zingiz tekshiring. 6-nozik jihat: chet elga chiqib ketgan, lekin O'zbekistonda pensiya oladigan shaxslar. Bunday holatlarda yashash joyi, to'lov tartibi, konsullik yoki vakolatli organlar orqali tasdiqlash, bank kartasining ishlashi, ishonchnoma orqali olish kabi masalalar paydo bo'ladi. Agar pensioner O'zbekistonda ishlamasa ham boshqa davlatda daromad olayotgan bo'lsa, uning O'zbekistondagi pensiyasi bo'yicha tartibni alohida tekshirish kerak. Chunki xalqaro shartnomalar yashash joyi va pensiya turiga qarab farqlar bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat: ishlovchi pensionerning maoshi o'sishi pensiyasini darhol oshirmaydi. Ba'zi odamlar mening maoshim oshdi, pensiyam ham o'sishi kerak deb o'ylaydi. Pensiya tayinlangandan keyin maoshning o'sishi avtomatik ravishda har oy pensiyaga qo'shilib boradigan mexanizm emas. Pensiya o'z formulasi bo'yicha tayinlanadi. Keyingi ish faoliyati bo'yicha qayta hisoblash esa alohida huquqiy tartib bilan amalga oshiriladi. Shuning uchun avgustdagi indeksatsiya bilan sizning joriy oyligingizni aralashtirmang. 8-nozik jihat: ish beruvchi pensionerni ishga olganda noto'g'ri hujjatlashtirishi. Masalan, pensioner aslida mehnat shartnomasi asosida har kuni ishga keladi, lekin unga fuqarolik huquqiy shartnoma tuzib qo'yiladi yoki umuman shartnoma qilinmaydi. Bu keyin mehnat staji, ta'til, kasallik varaqasi, ish haqi hisoboti va pensiya qayta hisoblash masalalarida zarar keltiradi. Men har doim aytaman, pensiyada bo'lsangiz ham mehnat huquqingizdan voz kechmang. 9-nozik jihat: pensiya ishida eski xatolar bo'lishi mumkin. Ba'zan pensioner 10 yil oldin pensiyaga chiqqan, o'sha paytda biror ish joyidan ish haqi ma'lumotnomasi to'liq olinmagan, ariqdan hujjat topilmagan yoki ayrim davrlar stajga kiritilmagan. Keyin indeksatsiya bo'ladi. Pensiya oshadi, lekin boshlang'ich miqdor past bo'lgani uchun oshgan pul ham kam bo'ladi. Agar boshlang'ich pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, indeksatsiya ham shu noto'g'ri bazadan kelib chiqadi. Shuning uchun ayrim odamlar uchun eng katta foyda avgustdagi oshirishni kutish emas, balki o'z pensiya ishini tekshirtirishdir. 10-nozik jihat: pensiya oshirilgani haqidagi xabarni faqat mish-mishdan emas, rasmiy manbadan tekshiring. Telegram guruhlarda hamma pensionerga falon so'm qo'shiladi, ishlayotganlarga berilmaydi. Ariza yozmasang olmay qolasan degan xabarlar chiqadi. Bunday xabarlarga darhol ishonmang. Rasmiy manbalar, prezident hujjatlari e'lon qilinadigan portallar, pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari, my.uz orqali elektron xizmatlar, tuman yoki shahar pensiya bo'limlari. Mish-mish asabni buzadi. Rasmiy ma'lumot esa muammoni hal qiladi. Endi eng kerakli qism: ishlovchi pensioner avgust oyidagi indeksatsiya va pensiya qayta hisob-kitobi bo'yicha amalda nima qilishi kerak? Birinchi qadam: pensiyangizning hozirgi miqdorini aniqlang.
kartaga tushgan summaga qarab emas. Aynan hisoblangan pensiya miqdoriga qarang. Chunki kartaga tushadigan puldan oldin ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasidan yoki elektron xizmatlardan pensiya miqdori haqida ma'lumot oling. Agar imkon bo'lsa, indeksatsiyadan oldingi va keyingi miqdorni solishtiring. Ikkinchi qadam, avgustdagi to'lov grafikingizni biling. Sizga pensiya odatda oyning qaysi kunda tushadi? Bank kartasigami yoki pochta orqalimi? Agar odatda 10 kuni tushsa, bir kuni nima uchun tushmadi deb vahima qilmang. Agar to'lov kuni o'tib ketgan bo'lsa, bank ilovasini, SMS xabarlarini, karta bloklanmaganini, bank rekvizitlari to'g'riligini tekshiring. Uchinchi qadam, ish joyingiz rasmiy ekanini tekshiring. Mehnat shartnomangiz bormi? Elektron mehnat daftarchasida ishga qabul qilinganda sana ko'rinadimi? Ish beruvchi sizga ish haqi hisoblayaptimi? Soliq hisobotlarida daromadingiz aks etyaptimi? Agar bular yo'q bo'lsa, kelajakda men ishlaganman deyishingiz qiyinlashadi. Ish beruvchidan shartnomani rasmiylashtirishni talab qiling. 4-qadam, pensiyaga chiqqandan keyingi ish davringiz bo'yicha hujjatlarni yig'ing. Sizga quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma. Ish beruvchidan ish davri haqida ma'lumotnoma, ish haqi to'g'risida ma'lumot, buyruqlar nusxasi, agar korxona tugatilgan bo'lsa arxiv ma'lumotnomasi. Har bir hujjatda sana lavozim, tashkilotnoma, muhr yoki elektron tasdiq aniq bo'lishi kerak. 5-qadam. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda oddiy va aniq yozing. Men pensiya oluvchi sifatida pensiyaga chiqqanimdan keyin falon sanadan falon sanagacha ishlaganman. Ushbu davrlar pensiya qayta hisob kitobida inobatga olingan olmagani tekshirib berishingizni. Zarur bo'lsa pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Agar faqat avgustdagi indeksatsiyani tekshirmoqchi bo'lsangiz, avgust oyidan pensiyam indeksatsiya qilingan miqdori va hisob kitob asoslari haqida ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozing. 6-qadam, murojaatni og'zaki emas, yozma yoki elektron qiling. Og'zaki so'rasangiz, javob ham og'zaki bo'ladi va keyin isbotlash qiyin. Yozma ariza topshirsangiz, kirim raqami oling. Elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Bu sizga keyinchalik javobni kuzatish, shikoyat qilish yoki qayta murojaat qilish imkonini beradi. 7-qadam, hisob kitobni tekshirishni o'rganing. Pensiya miqdori birdaniga katta ko'rinadigan yoki kam ko'rinadigan bo'lishi mumkin. Savol bering. Mening umumiy stajim necha yil deb olingan? Pensiya tayinlashda qaysi ish haqi davri hisobga olingan? Pensiyaga chiqqandan keyingi ish davrlarim kiritilganmi? Qaysi ustamalar bor? Qaysi ushlab qolishlar bor? Avgust indeksatsiyasidan keyin yalpi pensiya qancha bo'ldi? Qo'lga tegadigan summa qancha va nima uchun? 8-qadam, agar pensiyangiz oshmagan bo'lsa, sababini aniqlang. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Sizning to'lovingiz hali grafik bo'yicha kelmagan, ma'lumot tizimda yangilanmagan, bank kartangizda muammo bor, pensiyangizdan ushlab qolish mavjud, siz oladigan to'lov turi indeksatsiya tartibida boshqacha hisoblangan. Hujjatda xatolik bor yoki siz kutgan qo'shimcha aslida indeksatsiya emas, qayta hisoblash bilan bog'liq bo'lgan. Har bir sababning yechimi boshqa-boshqa. 9-qadam, farzandlaringizdan yordam so'rang. Ko'p pensionerlar elektron xizmatlardan foydalanishga qiynaladi. Bu uyat emas. Farzandlar, nevaralar, yaqinlar Maytokuf uz bank ilovasi, SMS xabarlar, elektron mehnat daftarchasi bo'yicha yordam berishi mumkin. Lekin hech qachon bank kartangiz paroli, SMS kod, shaxsiy kabinet parolini begona odamlarga bermang. Pensiya mavzusida firibgarlar ham ko'p. Pensiyangizni oshirib beraman, ariza topshirib beraman, kartangiz kodini ayting deganlarga ishonmang. 10-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limidan yozma javob oling. Keyin viloyat boshqarmasiga yoki tegishli respublika organlariga murojaat qilish mumkin. Zarur bo'lsa, sud tartibida ham huquqni himoya qilish imkoniyati bor. Lekin buning uchun hujjat, yozma javob, hisob-kitob, arxiv ma'lumotnomalari kabi dalillar kerak bo'ladi. Amaliy hayotdan yana bir vaziyatni ko'raylik. Rustam aka 65 yoshda. U pensiyaga chiqqandan keyin 4 yil maktabda xo'jalik mudiri bo'lib ishlagan. Pensiyasi avgustda oshgan. Lekin u mening 4 yilim qo'shilmadi deb o'ylaydi. U pensiya jamg'armasiga borib faqat nega kam desa, aniq javob olmasligi mumkin. To'g'ri yondashuv shunday. U ish joyidan 4 yillik ishlagan davri haqida
ma'lumotnoma oladi. Elektron mehnat daftarchasini tekshiradi, ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni so'raydi. Keyin yozma ariza bilan qayta hisoblashni so'raydi. Shunda masala aniq hujjatlar asosida ko'riladi. Yana bir vaziyat. Zuhra opa pensiyasini pochta orqali oladi. Avgust oyida qo'shnilari kartaga oshgan pensiya tushganini aytadi. U esa hali olmagan. U darrov menga berishmadi deb o'ylaydi. Aslida pochta to'lov grafiki boshqa bo'lishi mumkin. U pochta bo'limidan to'lov kuni pensiya jamg'armasidan esa hisoblangan miqdorni aniqlasa, masala oydinlashadi. Ko'pincha muammo huquqda emas, ma'lumot yetishmasligida bo'ladi. Yana bir misol. Bahrom aka pensiyasidan kredit bo'yicha ushlab qolish borligini unutgan. Pensiyasi oshgan, lekin kartaga tushgan pul deyarli o'zgarmagan. U pensiya jamg'armasini ayblaydi. Bank ko'chirmasini olganda esa oshgan pensiyaning bir qismi kreditga ketgani ma'lum bo'ladi. Shuning uchun har doim yalpi pensiya va qo'lga tegadigan summani alohida ko'ring. Xulosa qilib aytaman, ishlovchi pensioner bo'lish pensiya indeksatsiyasidan avtomatik chetda qolish degani emas. Avgust oyidagi oshirish umumiy pensiya tartiblariga muvofiq qo'llanadi. Lekin har bir pensionerning aniq miqdori uning pensiya turi, staji, boshlang'ich hisob-kitobi, ustamalari ushlab qolishlari va to'lov tartibiga bog'liq. Eng muhim tavsiyam, mish-mishga ishonmang, hujjatga ishoning. Pensiyangiz qancha bo'lganini, avgustdan keyin qancha bo'lganini, nima uchun shuncha bo'lganini yozma yoki elektron tarzda aniqlang. Agar pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsangiz, ish davringiz rasmiy aks etganini tekshiring. Agar xato bo'lsa, ariza yozing, hujjat to'plang, hisob-kitobni talab qiling. Sizlardan iltimos, kommentariyada yozing. Sizning yoki ota-onangizning pensiyasi avgust oyida oshdimi? Ishlovchi pensioner sifatida qanday muammoga duch keldingiz? Shu mavzuda odamlar tajribasi juda muhim, chunki bir kishining savoli minglab tomoshabinlarga foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Pensiya masalasida bexabarlik qimmatga tushadi, xabardorlik esa sizning haqingizni himoya qiladi.